Instagrammi, o'z umuman ijtimoiy tarmoqlarni yurg'izayotgan ustalarga tavsiyam hech narsani bekitmay video qo'yingizda. Sababi sizdan oldin ham bekitishgan, undan keyin ham bekitadiganlar bo'ladi, lekin va'da bor. Siz bersang olasan, sizlar ham beringlar, to'liq ma'lumotni. Ana shundagina sizni odamlar kuzatishni boshlaydi. Mana misol uchun, mana shu trubalar lineyniy расширение trubi degani bor. Ya'ni mana shu trubalar ichiga issiqlik kirgandan keyin cho'ziladi, taqalib turgan devorlarga borib turib urilib, keyin kengayadi. Misol uchun agar mana shu joyda trubani mana shu chetdan bu yoqdan mana shunaqa aylantirib o'tish kerak bo'lsa, ayni mana shu trubani mana shu yerdan olib o'tadigan joyimizda trubani mana sal devordan 1 santimetr qochirish kerak bu yoqdan. Sababi bunaqasiga cho'zilganda, agar taqalib turgani hisobiga truba mana bunaqasiga itarib yuborishi mumkin. Shu sababli devor burchaklarida sal ochamiz, hattoki hamutlarda ham qotilgan narsani ham itarib yuborishi mumkin. O'sha devorda tepadan pastga qarab tushib pastga ketgan joyda patologdan yerga qarab 1 santimetr qochirilgan. Ertaga buning ichiga issiq suv kirganda cho'zilib o'sha patologgacha yetib boradi. Izolyatsiyaga alohida bir respekt urib qo'yasizlar, hattoki qo'rqoqlari ham izolyatsiya qilingan. E'tibor beringizlar, bir qavat, keyin mana bu ikkinchi qavat ham urilgan. Obuna bo'lib ko'rmayotganlarga tavsiyam obuna bo'lib qo'yinglar, sababi istoriyada zo'r videolar o'tib ketyapti. Oldingi videolarni erinmasdan ko'rsanglar, uy qurgan bo'lsanglar, quradigan bo'lsanglar yoki usta bo'lsanglar ham maza qilib juda to'liq ma'lumotlarni hammasini ochiq-oydin bekitmasdan berganmiz. Sog' bo'linglar, kommentariyada foydali deb tanishlarga tirs uchirib qo'yasizlar.